Kelis taraflardan 50-60 ming dollar atrofida yangi qurilgan uchastka qidirganlar bormi? Oldimizda turgan mana shu 1.3 sotuvli 4 xonali xonadonni 46 ming dollarga sotuvga qo'yishgan. Pishgan ishdan ko'tarilgan. Hovlisiga bemalol mashina olib kirib qo'ysanglar bo'ladi ikkitalab. Fasad qismlari polnistiy qora suvdan chiqarilgan, tashqi romlari qo'yilgan. Ichki sharoitiga keladigan bo'lsak, malyarka kiyini to'xtagan ekan. Koridorlari mana gips kardon qilishayotgan ekan. O'ng qo'limizda birinchi xonani ko'ramiz. Mash turishida shu etilgandan. Chap qo'limizda bitta zal. Zal ham bir 15 kishilik katta zal ekan. Zaldan oshxonaga o'tsak bo'ladi. To'g'ri o'tadigan bo'lsak, umumiy sanuzel xonasi. To'g'rida bitta spalni. Bu tarafda havoylanish uchun joy qoldirilgan bo'ladi mana bu tarafda. Bir burchagiga xohlasangiz bitta sanuzel xona qursa bo'ladi. Hojatxona emas. Bu tarafda yana bitta kattalar uchun mo'ljallangan spalni ko'rishimiz mumkin. O'zini отдельный sanuzel xonasi joylashgan bo'ladi. Adresini bo'lsa ko'chadan chiqib ko'ramiz. Ko'chalari fayzli, yangi asfaltdan chiqarilgan mahalla ko'rasizlar. Mana mana shu xonadonimiz sotuvga qo'yilgan. Oldiga bemalol ikkitalab mashina qo'yib qo'yishingiz ham mumkin. Katta betonkaga mana ko'rasizlar, shundoq mashina yo'l ko'rinib turibdi. 100 metr ham chiqmaydi. Mana chap qo'limizda mana mana shu xonadonimiz sotuvga qo'yilgan. Umumiy hisobda 46 ming dollar so'rashyapti. Kelishadigan joy bor. Chiqib egasi bilan savdolashib olsanglar bo'ladi.